Kim ruxsat berdi sizlarga devorga mix qoqishga? Aka, uzr. Faqatgina bitta mix qoqgandik. Kerak bo'lib qolgandi. Bu uyni o'zing qilib olyapsanlarmi? Shoshmangchi. Bu uylarni bir ko'raychi. O'z xo'jayinim ishdan kelsalar keyin ko'rasiz, xo'p? Siz meni o'zim uyimga o'zimni qo'ymayapsizmi? Men xo'jayingizga nima ishim bor? Siz ham xo'jayingiz ham bilib qo'ysin. Bu meni uyim. Bu sizlarga mehmonxona emas. Tushunmadim. Ana o'zlar. Nima bo'lyapti aka? Nima bu ahvol? Sizlarga uyda ishonib topshirganman. Devorlarni teshib tashlabsanlar-yu. Bilib qo'ying. Bu uyga men yo'q paytimda hech kimni kirishga haqqi yo'q. Nima deganing bu? Bu meni uyim, xohlagan paytim kiraman. Uy saniki bo'lgani bilan bu uyda yashayotgan oila meniki. Tushundingmi? Ertaga kelsang, kalitingni beraman. Bo'shatib qo'yaman bu uyingni. Oldindan olgan ijara haqqingni qolgani esa senga sadaqa. Bor endi ishingni qil. Ya, sen meni urmoqchi bo'ldingmi? Ko'rasan sanlarni. Salon ustidan yozib beraman. Bekor unga baqirdingiz. O'zi qidirib zo'rg'a arzon uy topgandik. Endi qayerga boramiz? 3 oydan buyon kompaniyamiz san orqangdan juda katta foyda ko'ryapti. Sani tiling bormi o'zi? San o'rningda boshqasi bo'lganda allaqachon foydani teng yarmini so'ragan bo'lardi. Men Xudodan barakali rizq so'raganman aka. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-da ukam. Mana bu san kompaniyaga keltirgan foydangning teng yarmi. Buni olginda yangi uyga to'lov qilgin. Ijaraga yashash ham joningga tekkandir. Dadajon, endi bu uy biznikimi? Albatta o'g'lim, ana endi hammamiz mana shu uyda yashaymiz. Rahmat. Bor, to'polon qilmasdan o'ynab yurchi. Ha, onasi. Nima kayfiyating yo'q? Dadasi, oylik to'lovlarni to'lashga qiynalib qolmaysizmi? Baribir ijaraga ham to'lardik-ku o'sha pulni. Ijaraga to'layotgan pulimizni yarmi ham chiqmas ekan oylik to'lovi. O'zi qaysi kompaniya ekan? Modern House qurilish kompaniyasining Namozgoh City loyihasi. Bu bizga o'xshagan yosh oilalar uchun qulay imkoniyat yaratayotgan yagona turar joy majmuasi hisoblanadi. Oylik to'lovi tugasin, keyin bitta narsani niyat qildim. Nasib bo'lsa, hamma o'g'limga bitta uy olib berish niyatim bor. Duolarimizda barakali rizq so'rardik. Esingdami? Yetkazganiga shukr.